Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumining 31 kuni Rossiya armiyasi nishonini o'zgartirish orqali Donbassning mustaqilligi uchun kurash qiladiganligini e'lon qildi. Bu Rossiyaning taktikasini o'zgartirishi deb izohlandi. Rossiya bosh shtabi bosh harakat bo'limining boshlig'i general Sergey Drutsi bu vaqtdagi bayonotida bizning kuchlarimiz Donbassni butunlay mustaqil qilishdan iborat asosliq nishonga ahamiyat beradi dedi. Washington Post gazetasining xabariga qaraganda Xitoy dengiz qirg'i muhofizat paraxoti Filippin dengiz qirg'i qo'g'dash paraxotiga yaqin joyda xatarlik manevr qilgan. Filippin doiralari Xitoy dengiz qirg'i muhofizat paraxotining talash tortish yuz bergan rayoniga yaqin joyda so'qilish xavfini oshirib yetadigan harakatlarni qilganligini va o'tgan bir yilda xalqaro bexatarlik belgilamalariga kam deganda 4 qatim xiloflik qilganligini e'lon qildi. Hindiston armiyasi Balasore shahrida o'tir musofirlik boshqarilgan bombasini qildi. Davlat mudofaa tadqiqot va taraqqiyot tashkiloti o'tir musofirlik yer yuzidan havoga qo'yib berilgan boshqarilgan bombaning shu yer vaqti 10:30 atrofida Balasore'da sinov qilinganligini e'lon qildi. Bayonotda boshqarilgan bombaning muvaffaqiyatli holda nishonga yetganligini bayon qilindi. 3-oyning 24-kuni Hindiston muvaffaqiyatli holda yadro iqtidoriga ega darajadan tashqari Brahmos nomli boshqarilgan bombani sinov qilganligini jakarlagan edi. Ukraina prezidenti Zelenskiy silliq uchurda G'arbga yana bir qatim xitob qildi. U Ukrainaning Yevropaning bexatarligidagi halqiliq nuqta ekanligini bayon qildi. Qurol yordamiga erishishni talab qilgan va qo'shimcha tanka va aeroplanlarning yordamida Mariupolni qutqizg'ili bo'ladiganligini ta'kidlagan Zelenskiy, Ukraina Rossiyaning boshqarilgan bombalarini miltiq yoki avtomat bilan atalmaydi. Bu mumkin emas. Yetarli qurol bo'lmasa Mariupolni qaytarib olish mumkin emas dedi. 21 mart Xitoyda tushib ketib 132 odam qazo qilgan yo'lovchilar aeroplanining 2-chi qora qutisi topildi. Qora qutining izlash qutqizish xodimlari tomonidan topilganligi va bexatar ekanligi bildirildi. 2-chi qora qutining Beyjingdagi Xitoy xalq aviatsiya idorasining tekshirishiga avatilganligini e'lon qilindi. Amerikaning Minnesota shtatining Minneapolis shahrida shahar majlisining a'zosi Jamal Osmonning azonning ochiq-oshkora o'qilishiga ruxsat qilish qonun loyihasi shahar majlisi tomonidan qabul qilindi. Bundan keyin muazzinlar jome va masjidlarda kunda 3 qatim yongratqu bilan azon o'qiy oladi. İsrail Tashqi ishlar ministri Yair Lapid va Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Iranning yadro davlatiga aylanishining oldini olish irodasini qayta ta'kidladi. Lapid 26 martdan 30 martgacha Isroiliya, Yordan daryosining g'arb qirg'og'i, Marokash va Aljeriyadagi ziyoratining bir qismi sifatida davlatga kelgan Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi.